O'zbekistonliklar uchun Umraga borish yanayam qiyinlashdi. Shoshmang, bu yolg'on emas, bu asl haqiqat. Ko'rib turganingiz osilib qolgan qorinni hozir bir zumda hech qanday operatsiyalarsiz ketkazishni yo'lini o'rgataman. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va shokka tushib qolishingiz mumkin. Ko'rib turgan narsangiz bu original Kolumbiya lateks korsetlarimiz. Sizlarga buni e'tiboringizga havola etayotganimning sababi hech qanday operatsiya, millionlab pullar sarflamasdan bor yo'g'i arzon va bir necha so'm evaziga shu korsetni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Natijasini o'z ko'zingiz bilan videorolikda ko'rib turibsiz. Xuddi mana shunaqa natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq Kolumbiya original lateks korsetlarimizni bizga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Qayerdan murojaat qilay deb savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizni raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa biz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir necha suratlari va qanday ko'rinishda bo'lishlarini, ya'ni real yana rasmlarni tashlab beramiz. Bizni Kolumbiya original lateks korsetlarimizning sifatiga 100% kafolat beramiz. Korsetlarimizni bemalol bir necha yil davomida taqishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishguningizgacha taqib yursangiz bo'ladi. Korsetlarimiz suvga chidamli, kir mashinada yuvsangiz ham bemalol sifatini aslo yo'qotmaydi. Sizlarga hoziroq buyurtma qilishingiz uchun ajoyib taklif berdim deb o'ylayman. Biz bilan 94 955 47 97 raqamlarimizga murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi yangiliklarni kanalimizda muntazam kuzatib borishingiz mumkin. Endi Umraga borish qiyinlashadi. Saudiya Arabistoni Dubaydagi o'zbekistonliklar o'rtasidagi o'lim bilan tugagan janjal sabab O'zbekiston fuqarolari uchun elektron viza berishni olib tashladi. Bu degani O'zbekiston fuqarolari umra va turistlikka borishi qiyin bo'ladi deya yozilgan xabarda. Tezkor va so'nggi xabarlarni kanalimizda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.